Hanafiy fiqhiga kirish nimaga kerak degan savol tug'ilsa, unga kirish ahli sunna va dinning manhajiga kirish deb aytamiz. Bularning hammasi bir doira ichida bo'lib, bir-biridan ajrata olmaymiz. Eng birinchi paydo bo'lgan xavorijlar firqasini eslaylik. Ular Ali roziyallohu anhu ga qarshi kurashgan. Endi Alining maqomi martabasiga qarang. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Men ilmning shahri bo'lsam, Ali uning darvozasidir" deganlar. Xavorijlar esa shunday zotni kofirga chiqargan. Chunki ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lmagan, dinni tushunmagan kimsalar edi. Ular Ali roziyallohu anhu ga: "Agar kufring uchun tavba qilsang, senga ergashamiz" degan. Ularning bunday da'voga jur'ati Qur'on va sunnatni o'zlari xohlaganidek tushunib olib, tafsir qilardi. O'z tushunchalarini barcha narsadan ustun qo'ygandi. Adashishning bosh nuqtasi shundan boshlanishini unutmaylik.